bilan tabriklaymiz. Taassurotlar, endi gapiring. Abbos, Gapir eshitaylik. hammani tabriklayman jahon chempionati chiqqanimiz bilan. Bu Qanday o'tdi? O'yin haqida ham keling. o'zinglar ko'rdinglar, zo'r. G'alaba yutqizmadik. Qasos. Revansh olindi. Siz Manchester City safida katta bosimli, katta uchrashuvlarda ishtirok etdingiz. Bugungi o'yin bilan solishtirganda Chempionlar Ligasi mana bu o'yin. Hozir O'zbekistonda o'yini sal qiyinroq o'tadi, chunki hamma nimani bizda bo'ladi, ko'p odam ko'rsatadi. O'ylaymanki, yaxshi o'tdi bugungi o'yin. Terma jamoa bosh murabbiy qanday ko'rsatmalar bergandi, aynan himoyachilarga? Akalar zo'r beryapsiz, sog'lom bor. Javob. Bunaqa narsa aytilmaydi aka. Bu savolga javob berish qiyin. Xo'p, keyingi savol. Bu yoqqa ham o'ting. Nishonlash qanday bo'ladi? 10-da. Qiynayapti. 10-da nishonlash qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Barcha Oldindan aytib qo'yish kerak emasmi? hozir butun O'zbekiston ko'ryapti sizni. O'zbekistonlik muxlislarga, sizning muxlislaringizga fikrlaringiz. Salom nima? Salom. Tabriklaymiz hammani. Ha, Bo'ldi. bo'ldi. Ha? Hozir yig'lavoradi aka. Tabriklaymiz, zo'r o'yin. Rahmat. Abbos, Men keturaymi? turing. Do'stingizning yonida turing. O'z bo'lsang, Abbos. Sher qordingiz. Xo'p, Abbos, tabriklayman. Juda og'ir o'yin, juda og'ir yo'l bosib o'tildi va yangi tarix yaratilyapti shu haqida. Alhamdulillah. Bu g'alabaga erishishni butun xalqimiz juda ko'pdan beri kutdi. Bu O'zbekiston futboli, O'zbekiston xalqi jahon chempionatiga chiqishga haqli edi deb o'ylayman, chunki bu ajoyib jamoa bilan chiqmasa uyat bo'lardi. Xudoga shukr, bu uddaladik. Alloh Ko'tarib olib ketib qoldik.